Shahnoza Mirziyoyeva zimmasiga yangi vazifa yuklatildi. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang. Shavkat Mirziyoyev 13-dekabr kuni ijtimoiy himoya sohasida amalga oshirilgan ishlar va 2025-yildagi vazifalar yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Shahnoza Mirziyoyeva zimmasiga yangi vazifa yukladi. Endilikda Shahnoza Mirziyoyeva nogironligi bor hamda ota-ona mehridan bebahra qolgan bolalarning sifatli ta'lim-tarbiya olishi va oilaviy muhitga qaytishini tashkil qilish masalalarini muvofiqlashtiradi. Yig'ilishda qayd etilishicha, 2024-yilda Mehribonlik va bolalar uylaridan 300 nafar o'g'il-qiz oilaviy muhitga qaytdi. Hozirda oilaviy muhitdan ajralgan holda ta'lim-tarbiya olayotgan yana 500 nafar bola bor. Mas'ul idoralarga Milliy gvardiya tajribasi asosida 500 nafar bolani oilaviy bolalar uyiga joylashtirish va ta'lim olishi uchun sharoit yaratish topshirildi. Nazoratsiz va qarovsiz bolalar yashashi, o'qishiga ixtisoslashgan maktablar ro'yxati qayta ko'rib chiqiladi. Ularda bunday bolalar uchun 5% kvota bo'ladi. Bunda ushbu maktablarda bolalarni Ijtimoiy himoya agentligi yo'llanmasi asosida yuborish ko'zda tutiladi. Kelgusi yilda nogironligi bor insonlar haqida kamida 5 ta motivatsion hujjatli va badiiy filmlar suratga olinadi. Bu boradagi ishlarni muvofiqlashtirish ham Shahnoza Mirziyoyeva zimmasiga yuklatildi. Shavkat Mirziyoyev 11-sentyabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda Shahnoza Mirziyoyeva zimmasiga kambag'al oilalar farzandlarini bog'cha, maktab, texnikum, oliygohlarda sifatli ta'lim olishini tashkil qilish, ularga har tomonlama ko'mak berish masalalarini muvofiqlashtirishni topshirgandi. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.